Assalomu alaykum Mehriddin aka. Bugun ko'pchilik novostroykadan uy olayotganlarni o'ylantiradigan masala uy bitgandan keyin uning sifati va boshqaruvi haqida gaplashamiz. Prezidentimizning 5152-sonli qarori 7-band G kichik bandiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar xaridorlarga qanday yangi huquqlar beradi? Va alaykum assalom Mohanabono. Bu juda muhim o'zgarish. Endilikda quruvchi tashkilot uyni shunchaki bitirib, kalitni topshirib chiqib keta olmaydi. Yangi tahrirga ko'ra, quruvchi uyni boshqarish uchun boshqaruvchi tashkilotni jalb qilishi shart va eng asosiysi, uyga birinchi 2 yil uchun ekspluatatsiya kafolati joriy qilinadi. 2 yillik kafolat muddati dedingiz. Bu aynan nimani anglatadi? Masalan, uyning tomi chakkasidan o'tsa yoki liftida muammo bo'lsa, kim javob beradi? Aynan shunday. 2 yil davomida bino konstruksiyasi, muhandislik tarmoqlari va umumiy texnik holat bo'yicha yuzaga kelgan nuqsonlarni quruvchi o'z hisobidan bartaraf etishi shart. Bu fuqarolar uchun katta himoya. Ilgari quruvchi men uyni topshirdim, endi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati javobgar deb o'zini chetga olardi. Endi bunday bo'lmaydi. Yana bir qiziq nuqta. Xaridor uy sotib olayotganda boshqaruv shartnomasini ham imzolashi kerak ekan. Bu majburiymi? Ha, qarorga ko'ra quruvchi xaridorni tanlangan boshqarish usulidan xabardor qilishi va oldi-sotdi shartnomasi bilan bir vaqtda boshqaruvchi tashkilot bilan ham shartnoma tuzilishini tashkillashtirishi lozim. Bu tartib-intizom va uyning saqlanishi uchun qilingan. Agar aholi quruvchi tayinlagan boshqaruv kompaniyasidan norozi bo'lsa-chi, ularni o'zgartirish imkoni bormi? Albatta bor. Qarorda bu ham ko'zda tutilgan. Agar dastlabki 2 yil ichida uydagi mulkdorlar soni 50% dan oshsa, ular umumiy yig'ilish o'tkazib, o'zlari istagan boshqarish usulini tanlashga haqlidilar. Ya'ni tanlov baribir xalqning qo'lida. Demak, xaridor nafaqat 4 devor, balki 2 yillik sifat kafolati va tartibli boshqaruv tuzumini ham qo'lga kiritar ekanda? Xuddi shunday. Bu yangi uylarda yashash madaniyatini oshirish va xaridorlarning pullarini asrashga xizmat qiladi. Shuning uchun shartnoma tuzayotganda ushbu 2 yillik kafolat bandi borligiga alohida e'tibor berishlarini maslahat beraman. Mehriddin aka, aniq va lo'nda tushuntirish uchun rahmat. Azizlar, huquqingizni biling va sifatli uy-joy tanlashda adashmang. Salomat bo'ling.